Ba'zi odamlar aytadi, Minecraft bu juda ham sirli deb. Bir payt bitta o'rtog'i derazaga qarab siqilib o'tirgan paytda ikkinchi o'rtog'i eshikni taqillatib kirib keladi va aytadi: "Ey, betahorat, Minecraftga ko'tni yuvib kirsang bo'lmaydimi?" deb aytadi do'sti va bu aytadi: "Meni ko'tim senikidan ko'ra toza" deb tushunyapsanmi deb. Shu bilan ikkita o'rtoq o'z ko'ti haqida ko'p gapiraveradi. Meni ko'tim senikidan toza. Yo'q, meni ko'tim senikidan toza. Yo'q, meniki seniki. Yo'q, maniki. Oxiri shuncha bahslashgandan keyin ikkovi ham ko'tlarini yuvmaganligini tan oladi. Do'sti aytadi: "Uni buni qo'y, serverimizga bitta g'alati bir odam kirdi va men u odamni haligacha izlamoqdaman" deb yozadi va do'sti ham hayron qolib qanaqa odamligini bilish uchun do'sti bilan birga izlashga konga kirib ketadi. Aytishicha, u g'alati odamni konda uchratganmish. Meni juda hayronman, konda ham odamlar ham yasharkanda. Qo'yili. Minecraftda даже bulutda ham uy quradiganlar ham ko'payib ketdi, gap yo'q. Keyin ertasi kuni ikkita betahorat o'rtoq yana bir konga tushib, bir nazar solib va shu temir topish uchun konga kirmoqchi bo'lgan ekan. Qarasa bir g'alati bir qo'y bitta nuqtaga tikilib o'tirgan ekan va ikkita betahorat o'rtog'i ikkovini ichidan bir nimani o'ylab turib ikkita o'rtoq ishini qilgan ekan. Ishini qilgach, kech tushib qolganini bilib, keyin uyiga qaytsa, uyini yarimidan bitta 4 ta blogi yo'q ekan va hayron qolib, buni kim qilib ketdi? Buni kim qilib ketdi? Qaysi kallango'ri qilib ketdi deb yomon ichida so'kdi. Shu paytda ular u yoqqa qaradi, bu yoqqa qaradi, yerga qaradi, tepaga qaradi, osmonga qaradi, bulutga qaradi, chaqmoqqa qaradi. Keyin YouTube'ga yozib Mr. Beast bitta videosiga kirib, u yoqqa ham kirib ko'rdi va o'tda ham yo'qligini bilgach, keyin o'rtog'ini miyasiga перезагрузка berib qoldi. Balki o'sha serverimizga noma'lum kirgan odam qilgan bo'lsa-chi deb. Keyin nas bosib qolgan o'rtog'i Mr. Beast videosidan chiqib o'tda ham yo'qligini bilgandan keyin o'rtog'ini miyasiga yana перезагрузка berdi. Ya'ni o'rtog'iga aytdi: "Ke do'st, konga kiramiz" dedi. Do'sti aytdi: "Nimaga?" dedi. "O'sha konda men ko'rdim o'shani" dedi. "Boya ham kirib chiqdik-ku" dedi. Endi yana bir kirib chiqsak, keyin yana bir ko'rinib qolar" degan ma'noda aytdi do'sti. Ikkita do'st, ya'ni betahorat do'stlar yana bir marta konga kirishga ahd qildi va yana bir o'zidan qaytadir duh topib, o'zidan bir mag'rurlikni topib, kirka bilan olib, tosh qazib va o'sha odamni yana bir uchratishga ishonch hosil qilib konga kiryapti. Va lekin ular ko'p izlashdi, ko'p qazishdi, ammo baribir ham o'sha noma'lum odamni yoki noma'lum bir hayvonni, noma'lum bir jismni yoki noma'lum bir Mr. Beastga o'xshash odamni topa olmadi. Oradan yana millionta vaqt o'tgandan keyin do'stiga shunday deb yozyapti do'stki, yangi bir bino quramiz va u binoda faqat balanddan ko'ramiz deb yozdi va do'sti ham qarshi bo'lmasdan, ikkilanmasdan va ikkovi betahorat o'rtoqlar yana tepaga qurishni boshladi. Keyin ular va nihoyat qurib bo'lishdi. Mening esa asablarim yoki uyqularim kelib ketdi. Shu paytda do'stlar, mana shu videoni mana shu yoqqacha ko'rgan bo'lsanglar, like va podpiskani bosib qo'yinglar. 300 ta obunachiga bo'laylik. Keyin ikkita do'st, ya'ni ikkita betahorat do'st tepadan qarashdi. Nima bor, nima yo'q, nima bor, anta Mr. Beast ko'rmayaptimi yoki Elon Musk yo'qmi deb ko'p yozdi, ko'p o'qidi va shu bilan ular yana gaplashurdi, qaradi, tepada bo'lmasligini bilib turgandan keyin bu do'sti pastga tushishga va yana uyga borishga qaror qildi. Sabab uyida yana nimadir netodek ko'rindi. Ana qo'y bechora bilmadim, sog'mi omonmi Xudo bilan endi. Qarasa yana o'sha yer buzilgan.
Yana mana do'stini asabi chiqib, meni mana shuni qurishga qancha asabim ketdi deb yomon ichida yana bir onangni deb so'kyapti. Men sezib turibman do'stlar, lekin bor bu odam so'kishini. Ya'ni betahorat odam so'kishini men ichimdan sezib turibman-da. Keyin ikkita do'st ko'chaga chiqdi, u yoqqa qaradi, bu yoqqa qaradi, yana ichkariga kirsa, mana bu golemni g'alati bir nusxasi uyga turganmish va do'st yozyapti: "Qara iflos, aytdim-ku, sen ko'tingni yumaganliging uchun mana shu hodisalar serverimizda bo'lyapti" dedi. Ana do'sti ham: "Yo'q, men ko'timni yuvdim, hozir yuvib keldim" deyapti. Keyin do'stining aytishi bo'yicha: "Qara, seni ko'ting toza bo'lsa, serverimiz bunaqa bo'lmasdi" deyapti. Tushunyapsizlarmi? Bo'lmasdi deyapti. Do'sti ham yomon so'kyapti boru do'stini. Bechora do'stlar nima ayb? O'zi balki tahorati yo'qdir. O'sha men bekorga betahorat deganim yo'q-ku ikkitasini ham. Keyin yana do'sti qarayapti atrofga, nima bor, nima yo'q. Keyin bular yana yozishyapti, hech kim yo'qligini aytyapti. Keyin mana u do'stini qichib qolib, mana bu golemni yasab qo'yaylik deyapti. Buni yasama, var, ikkovimizga ham minus bo'ladi deyapti. Mana u tushunmayapti. Shuncha gaplashdi, shuncha qaradi, shuncha atrofga nazar soldi va shuncha voy inayni degan so'zlarni ko'p ishlatdi bular ham. Keyin orqasiga shundoq qarasa, voy apalaringni. Shu bilan do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetib boryapti. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Bu videoning ikkinchi qismi Xudo xohlasa tez oralarda chiqadi.